Kechga qoldimi? Yaxshi yigit, qayoqqa? Ishga ketyapman. Yosh boshingizga shuncha ishlab, nima bor? Undan ko'ra mazza qilib divanda yotmaysizmi? Ay, pul kerak-da, telefon olishim kerak, mashina olishim kerak, uylanishim kerak. Assalom, o'zingizni qiynamang. Buni meni oling. Hammasi 5 sekundda hal bo'ladi. Voy, o'zimni suvda yuvib ko'zni qamashtirib turishini qarasin. Sizni qaytarishchi? Siz qaytarishni o'ylamang. 5 kunlik dunyo. Mazza qilib yashasangizchi. Voy, qanday bo'lar ekan-e? Yo'q, yoqmayapmanmi? Yo'q, yoqyapsiz. Unda uyingizga olib kiring. O'lsin, birga bo'ladi-da. Chiring. Qani marhamat, kiring. Chiqing. Voy, bo'g'irsog'im. Nima bo'ldi? Yo'q, adashmabman. Kiring. Ya o'zimni jigar, bu jalmozga, chiqing. Mana chiqaman. Avval mana ularni to'la, keyin chiqaman. Bular qaydan paydo bo'ldi? Tug'dim, ishga qura. Divanda mazza qilib yotishlarchi? Devanda biz mazza qilib yotamiz. Sen kurrada ishlaysan. Ya onalarni ko'rsin, bu kredit deganlar olishdan oldin hamma masalani yechimiga o'xshagan jonondek ko'rinar ekanda, kuylashga kelganda chista jalmoz aylanar ekan-ku bular. Jo'xa ishga. Wel, qo'mkanlar kirdi.